Mana mujskoy yoqa, mana bu o'zimizni doimiy stoyka yoqa deb ichiladi. Keyin mana bu joyidan 2 qilib mana aylantirib oldik. Endi mana shu 2 qilingan joyidan to'g'ri chizamiz. Mana bu yoqqa to'g'ri chizdik. O'shana 1 sm bu yoqqa ko'tardik. Buni avval shaklga keltirib bunga tutashtiramiz. Keyin mana bu tomoniga 3 sm qiyalik beriladi. Mana bu yerdan bu yoqqa 3 ta chiqarib qiyalik beramiz. Keyin mana bu joyi mana bu yerdan bu yoqqa 6,5 sm bo'ladi. Buni ham 1 sm bu yoqqa chiqarib olamiz. Bu yoqasi chiroyli bo'lishi uchun. Mana endi ana bunisini alohida, buni alohida bichib olamiz. Mana bu joy qirqib tashlanadi. Mana bu yeri bizga kerak emas. Mana bu yer qirqib tashlanadi. Mana bu tarafi buklangan tarafi buklovga qirqib olamiz. Bundan 2 ta, bundan 2 ta qirqib olamiz. Keyin mana buni, mana bu tomonini tikkandan keyin rosta qilib, keyin bu yeriga tikiladi, stoykaga aylantirib, keyin mana bu joyi yoqaga tikiladi. Mujskoy ko'ylaklarga ham shunday qilinadi, и женский plat xalatlarga ham shunday qilib tiksa bo'ladi.